2026 Chevrolet Labo yangi avlod modeli amaliy va iqtisodiy avtomobil sifatida ko'plab haydovchilarning e'tiborini tortmoqda. Ushbu model zamonaviy tashqi ko'rinish, ixcham-olcham va kundalik foydalanish uchun qulay imkoniyatlarni taklif etadi. Old qismidagi yangi faralar va yangilangan radiator panjarasi avtomobilga zamonaviy uslub beradi. Kichik o'lchamiga qaramasdan, Chevrolet Labo yuk tashish imkoniyatlari bilan ham ajralib turadi. Kuchli va tejamkor dvigatel yoqilg'i sarfini kamaytirib, uzoq masofalarda ham qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Salon qismi oddiy, ammo amaliy dizaynga ega. Haydovchi uchun qulay boshqaruv tizimi va yaxshilangan o'rindiqlar kundalik foydalanishda qo'shimcha qulaylik yaratadi. Xavfsizlik tizimlari ham takomillashtirilgan bo'lib, avtomobilning ishonchliligini oshiradi. Chevrolet Labo kichik biznes egalari va shahar ichida harakatlanadigan haydovchilar uchun juda mos tanlov hisoblanadi. Agar siz yangi 2026 Chevrolet Labo haqida batafsil ma'lumotlarni bilishni istasangiz, Tarmax kanaliga albatta obuna bo'ling. Kanalimizda Chevrolet avtomobillari haqida eng so'nggi yangiliklar, texnik xususiyatlar va batafsil sharhlarni muntazam taqdim etamiz. Videoga like bosing, fikringizni izohlarda yozing va do'stlaringiz bilan ulashing. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Tarmax bilan birga avtomobil olamidagi barcha yangiliklardan xabardor bo'lib boring. Chevrolet Labo o'zining iqtisodiyligi, amaliyligi va zamonaviy ko'rinishi bilan